Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugungi sizlarning talablaringizga binoan oshqozon kasalligi, oshqozon. Bizda domlalarimiz aytardi, ko'p ovqat yeydigan odamlarda bu oshqozon emas, doshqozondir. Juda ham ko'p ovqat yeydigan kasallik. Oshqozon o'zining nomi bilan. Oshqozon kasalligi. Oshqozon kasalligi degan bu umumiy tushuncha. Oshqozon kasalligi deyilganda ko'pincha oshqozon va 12 barmoqlik ichakdagi yara kasalliklari, yallig'lanishlar va bu sohadagi bo'ladigan har xil kasalliklar haqida oshqozon sizlarga qisqa va lo'nda ma'lumot berib o'tib ketamiz. Oshqozon qizilo'ngash tugagandan keyin oshqozonni kardial qismiga kelib quyilgandan keyin oshqozon boshlanadi. Mana ko'rib turibsizlar, oshqozon boshlanadi. Oshqozonning ham qismlari bor, to'p qismi, tana qismi, antral-chas, pilorik qismlari va undan keyin 12 barmoqli ichak boshlanadi. Nima uchun 12 barmoqli ichak? 12 ta barmoqni qo'yilgani bilan. Demak, har bir inson o'zini 12 ta barmog'i uzunligicha 12 barmoq ichak uzunligiga ega. Demak, bu 20-25 sm uzunlikka to'g'ri keladi. Oshqozondan keyin 12 barmoqli ichak. 12 barmoqli ichak va oshqozon juda ham inson organizmi uchun energiya, quvvatini beruvchi oziq-ovqat mahsulotlarini hazm qilishda juda ham katta rol o'ynaydi. Endi ko'pchilik oshqozonda yara bo'libdi, 12 barmog'ida yara bo'libdi degan gaplarni eshitamiz. Men sizlarga ko'rsatib o'taman. Oshqozonni tana qismida bo'ladigan oshqozon yaralari bor. Oshqozonni pilorik qismida bo'ladigan yaralar bor va oshqozonni pastki qismi 12 barmoqda pastki qismida uchraydigan, kam uchraydigan yaralarga bo'linadi. Mana dumaloqlar sxematik ravishda yara deb olamiz. Oshqozon va 12 barmoqli ichak yara birga aytilsa ham, lekin ikkalasi juda ham ikki xil kasallik hisoblanadi. Oshqozondagi yaralar biroz xavfliroq. Shuning uchun oshqozondagi yaralar ko'pincha yosh katta odamlarda uchraydi. 12 barmoqlik ichakdagi yaralar xavfsizroq, lekin bular asorati bilan xavfli. Yarani o'zi xavfsizroq deganimiz 12 barmoqli ichakdagi yara hech qachon yomon o'smasimon hosillarga aylanib ketmaydi. Oshqozondagi yaralar o'smaga, yomon hosilali o'smaga aylanib ketish ehtimoli bor. Shuning uchun ikkalasiga qarashlarimiz xirurglar tomonidan va onkologlar tomonidan taktikamiz ikkalasiga ikki xil bo'lib hisoblanadi. Oshqozon yaralarimiz yosh katta insonlarda uchrasa, 12 barmoq ichak yaralarimiz yosh insonlarda, o'sha 18-25 yoshli insonlarda o'sha uchraydi. 12 barmoqli ichak yara kasalligi bilan inson butun umr yashashi mumkin agar to'g'ri tanlovga, to'g'ri dori tanlashga, to'g'ri vrach tanlashga va to'g'ri hayot tarzini tanlasa, bir umr kasalni bezovta qilmasligi mumkin. Shuning uchun biz ikkala yaraga ham surunkali yara 12 barmoqli ichak yara deymiz. Nima uchun o'tkir demaymiz? O'tkir yaralar uchraydi va o'tkir yaralar oshqozonda uchraydi ko'proq. Bu dorili yaralar deymiz, o'tkir yaralar, bularning taktikasi butunlay bir-biridan farq qiladi. 12 barmoqli ichakda piyoscha va antral qismidagi yaralar bir-biridan juda ham asoratlari bilan xavfli bo'lib hisoblanadi. Yara bor joylarda o'tkazuvchanlik buziladi. Ovqat massasi kelib, to'xtab qoladi. Shuning uchun haliga yuqorida aytib o'tganimdek, doshqozonlar rivojlanadi. Oshqozon kengayib ketadi, 12 barmoqqa o'tmaydi. Bunaqa holatda demak nima qilinadi? Bunaqa holatda demak bemorlarimiz operatsiyaga muhtoj bo'ladi. Operatsiya oshqozonning 3 dan 2 qismi, 5 dan 3 qismi, 4 dan 3 qismi, 8 dan 7 qismi. Endi bular sizlarga tushunarsizroq bo'lishi mumkin. Oshqozonni bu ilmiy asoslangan taktikalar hisoblanadi. Oshqozonni ma'lum bir qismi, kislota ishlab chiqariladigan qismi, oshqozonni o'tishini buzilgan qismlari birgalikda olib tashlanib, ingichka ichak bilan yoki 12 barmoqli ichak bilan birgalikda o'sha anastomozlar, demak birlashtirib qo'yuvchi nimalardan foydalanadi. Endi bu butunlay boshqa mavzu. Oshqozon ko'rib turibsiz, oshqozonni bu operatsiyalari hozirgi kunda ochiq usulda, laparoskopik usullarda amalga oshiriladi. Yana bir qiziq ma'lumotni berib o'tishim kerak. Oshqozonning kasalligi, oshqozon va 12 barmoq ichak yara kasalliklari erkaklarda ayollarga nisbatan ko'p uchraydi. Buni sababi o'sha yarani keltirib chiqaruvchi faktorlarga bog'liq. Yarani keltirib chiqaruvchi faktorlar bo'ladi. Stress, kislota pepsin faktori, erkaklar hozir kamayib qoldi-ku, lekin sigaret chekadi, nos chekadi, aroq ichadi, spirtli ichimliklar ichishadi. O'shani hisobiga yara hosil bo'lishi tezlashib, ko'payib ketadi. Lekin hozirgi kunda dori-darmon davosi
rivojlanganligi sababli hozirgi kunda oshqozon rezeksiyasi, oshqozonni yarali asoratlari quvonarli hol ancha kamayib qoldi. Lekin bir qiziq narsa, oshqozonni bo'ylama operatsiyasi, bu ham rezeksiya deyiladi. Bo'ylama operatsiyalari juda ham ko'payib ketdi. Bular sizlarga qo'shimcha qilib tushuntirib o'tib ketamiz. Bu semizliklarda qilinadigan bariatrik operatsiyalar ko'payib ketdi. Buni yara kasalligiga umuman aloqasi yo'q. Bu kasallik bo'lmasligi uchun eng asosiy tavsiyalarimiz. Juda ko'p eshitgansizlar, talabalarning kasalligi, studentskiy kasallik deydi. Vaqtida ovqatlanmaslik. Demak, vaqtida ovqatlanish bu kasallikni oldini oladi. Ovqat yeganda ham tabiiy mahsulotlardan ko'proq foydalanish. Polifabrikatlar, ximiya ko'p aralashtirilgan sun'iy qo'shimchalari bor ovqatlar oshqozon yara kasalligiga va undan keyin 12 barmoqli yara kasalligiga olib keladi. Vaqtida ovqatlanish, to'g'ri ovqatlanish, ovqatlanishdan keyin sog'lom turmush tarzi, vaqtida uxlash, spirtli ichimliklarni to'xtatish, alkogol ichimliklarni to'xtatish va tamaki chekish, nos chekishni yo'qotish bu kasallikni va undan keyingi hozir sivilizatsiya o'sha menejment kasalligi deydi. Juda ham ko'p stressiy holatlarni oldini olish bu kasallikning asosiy profilaktikasi va davosi desak ham bo'ladi. Davosi hisoblanadi. O'sha 12 barmoq ichak yarasi, oshqozonda yarasi bo'lgan kasallikka to'g'ri ovqatlanish bilan bu kasalliklar uzoq vaqt remissiya bo'lishi mumkin.